Angliyaga ketmoqchi bo'lganimda yaqinlarim bu fikrimdan qaytarishga ko'p urinishdi. Men Erkinjon Sarkorbek, 19 yoshdaman. Londonga ketish fikrim haqida yaqinlarimga aytganimda bir qancha qarshiliklar bo'lgan, lekin ich-ichimdagi bu Angliya orzusi bu fikrimdan qaytishimga yo'l qo'ymadi. Ingliz tilini o'rganayotgan paytimda ko'p xato qilardim, ko'p qiyinchiliklar bo'lardi, kerak bo'lsa qo'l siltab ketadigan vaziyatlar ham bo'lgan. Lekin yana shu Angliya orzusi bu narsadan taslim bo'lishimga yo'l qo'ymadi va Xudoga shukr IELTS qo'lga kiritdim. To'g'risini aytsam, o'zim Buyuk Britaniyadagi Greenwich universitetiga mustaqil topshirib ko'rganman va atkaz olganman. Bundan keyin men eng katta omadim bu Instagramda shu UK Consulting haqida ma'lumotni ko'rib qolganim bo'lgan. O'sha kundan boshlab hayotim o'zgardi desam adashmagan bo'laman. Chunki ungacha chet elga o'qishga faqat o'zim topshirardim, doimiy qilgandim. Sal qolsa eng katta orzuyim orzuligicha qolib ketishi mumkin edi. UK Consulting menga vizani olishda yordam bersa bo'ldi edi, lekin ular bundan ham ko'pini qilib berishdi. Hayotda nima bo'lganda ham maqsaddan to'xtamaslik kerak ekan. Xudo ana shunda siz uchun kerakli insonlarni o'zi uchratib qo'yar ekan.